Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Seximizdan video qilyapmiz. Gazabloyda mana avtomat reskada kesish jarayoni. Mana shunaqa qilib kesiladi. Kesilgandan keyin mana shu 14 soatlik sushilkamizga kirib ketadi. Bu yerda o'sha 80 gradusda gazabloylar pishib, mashq holatda chiqadi mana. Idealniy holatda zo'r. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti. Bugun sizlarga gazabloy narxlarini va polistrobloy narxlarini aytib o'tamiz. Gazabloyimizga hozirda 15 kilo zakasimiz bor. 15-maygacha zakas olganmiz. Mana hozir mana 1 million mana shu gazabloyga 2000 taga zakolat berib ketishdi. Razmerlari cho'tki idealniy holatda, har bittasiga 10,5 kilodan sement tushadi. Bu gazabloyda yassin sement ishlatiladi. Fibragacha hamma mahsulot qo'shiladi 100%. Mana qoliplarda ham o'sha bir tekisda idealniy darajada turibdi. Avtomat reski kesib beradi, juda chiroyli qilib. Narxlarimizga keladigan bo'lsak, 18 ming so'mdan Farg'ona ichiga yetkazib beramiz. 20-25 kilometrgacha dastavkasi bepul 18 ming. Bu yoqda polistrobloylarimiz bor. Mana polistrobloylarni ham ko'rsataman. O'ta zo'r va qattiqliklari. Yo'qda bor. Xo'p, tayyor hozir 1000 taga yaqin polistrobloyimiz bor. Bu polistrobloyimizning narxlarini 22 ming so'mdan shu Farg'ona ichiga yetkazib beramiz. 22 ming so'mdan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hozirda mashinalari tayyor. Bu juda issiq bo'ladi. Issiq sovuqda zo'r ushlaydi polistrobloy. Buni bilgan biladi. Tevadan tashlab yuborsangiz ham sinmaydi. Mana bularni mana ovozlaridir, qarang tangillashini. Mana ovozlari qattiq holatda mana shunaqa. Kecha chiqib mana bugun terilgan polistrobloylar bo'ladi bular ham. Mana poklarni ko'rishingiz mumkin mana. O'sha original 50 milli kilosi 50 milli pokdan qo'shilyapti. Hozir ishlamagan, o'sha yangi ishlatyapmiz poklarini ham. Kimga shunaqa gazabloy, polistrobloylar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.